Hozircha bir dona 20 lik Toshkent Qibraga berib ketyapmiz. Yarim kechasi. Bolti ziyoti bilan guli pastagi oyoqchasi 10 sm-liklari, 20 sm-liklari, bu ichkarida 50 sm-lik uzunlari hammasini berib ketyapmiz. Kimga shunaqa sifatli qoliplar kerak bo'lsa, olib kelib beraveramiz. Quyish xizmati bo'lsa, quyishda ham qilib beramiz. Arava to'la ortib qolganini qishloqdosh fuqarolar bor edi, akalar, ukalar, shularga yuklab yubordik. Nafsi ertaga qolganini ham video qilamiz. Qolib kerak bo'lsa, ekranda nomerga telefon qilsalaringiz chiroyli kelishtirib beramiz. Qolipga garantiya 2019-yil ish boshlaganmiz. Qoliplar birinchi boshlagan qolipimiz hozir ham ishlayapti 2019-yildagi. Faqat rangi qorayib, nimadir bo'lgan. Xudoga shukr, uyaltirib qo'ygan yo'q. Sinib, biron nima bo'lib ketgan yo'q. 6 yildan beri ishlayapti mana shu qoliplarimiz.